Assalomu alaykum yurtdoshlar. Xo'sh, misol uchun mana sig'adigan tomoniga motor qo'ydingiz. Yangi motor olib keldingiz. Gapni qisqa qilaman, lo'nda aytaman. Mana hamma kir mashinada simi mana qizil, krasniy, siniy, ko'k, keyin mana желтый bo'ladi, sariq. Ko'kni ko'kka ulaysiz. Mana ko'kni ko'kka ulaysiz. Keyin qizilini fioletoviga ulaysiz. Siyoh rang, fioletoviy. Siyoh rangga ulaysiz. Sariq rangini esa mana ko'kka ulaysiz. Bu sariq mana bunga boradi. Sig'adigan tomondagi motorga boradi. Sig'adigan tomonini ishlatgan payti nasos ham ishlab turadi, suvni chiqarib turadi, suvni haydab turadi. Avtomatik qo'shilib turadi ko'pchilikda. Ana shuni e'tibor bermaydi ko'pchilik, bilishmaydi. Sig'adigan tomonini qo'shgan payti avtomatik qo'shiladi mana motori. Ana shunday. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yana video qo'yaman. Ana shunday qilib ulab izolenta bilan urab, ustiga salafon paketi bor, ana shuni bekitib qo'yasizlar. Xo'sh, 2 minut bo'lsin, 2 minut bo'lmasa bo'lmaydi. Tok ursa, mana zazemleniyasi bor. Zazemleniyasini ulab qo'yasiz, mana sig'adigan tomonga. Sig'adiganniki bu esa yuvadigan tarafga boradi. Zazemleniya mana yashil, sariq bo'ladi. Ana shuni ulab qo'ysangiz tok urmaydi. Shunda ham tok ursa, nasosi buzilgan bo'ladi. Ichiga suv o'tib ketgan bo'ladi. Uni ham ko'rsataman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.